Kabutar masali. Podshoning qafasiga tushib qolgan bir kabutar payt poylab qafasdan qochib ozod bo'ladi. Kabutar uzoq vaqt uchib o'z uyini qidiradi. Boshqalar uni o'z uylariga chaqirsalar ham, u o'z uyini izlaydi va vayronaga aylangan uyini topadi. Bu vayrona kabutarga podshoning oltin qafasdan ko'ra 1000 marta yuksak, chunki u endi qafasda emas, balki ozod yashar edi. Navoiy buni shunday ifodalaydi: Eshitdimki bir toyiri nomabar, bitik zimnida sharqi hangoma bar. Sabukpar kabutar ki har bir quloch, ki parron ochibday hilib bir yig'och. Topib erdi bir shoh qaydida band, yetib erdi bolu parig'a gazand. Falak gardishi aylabon zulmuzur, necha yil ani aylabon xona gur. Chu zindonidan qochdi ul benavo, nishotu faraq birla tutdi havo. Singib ko'kka har sori chun boqdi ul, o'zining diyori sori tutdi yo'l. Qilib say ila tayri farxunda pay, necha kunchalik yo'lni bir damda tay. Vali zulmi davron solib inqilob, qilib erdi ul bo'lg'on uyni xarob. Kabutar yetishgach uyin topmadi, va lekin uchardin qanot yopmadi. Base el bo'lib tom uza donarez, uchurib kabutar birur erdi xiz. Bular sori hech aylamay iltifot, urar erdi o'z tomin istab qanot. Base davr urib ehtiyot aylabon, buzuq uzra qo'ndi nishot aylabon. Ki ma'nus erur garchi vayronadur, netay shoh qasrin ki begonadur. Erur qushqa xushroq chu boqsang ayon, murassa qafasdan tikan oshyon.